Hoca Mollaning tunji qitim qilgan mustaqil ishi cho'ng davolg'ishga sabab bo'ldi. 100 yoshlik vazin muddatdan 3 kun burun Jidda portiga yetib keldi. Malning tez kelganligidan xushal bo'lgan Hoca Molla yashiklarni topshirib elib etib, ko'ngli lassada bo'lib qoldi. Chunki u ko'rgan yashiklarning hammasi yog'li shanqa edi. Ichidagi may to'kilib, sirtqa tepchirab chiqqandek ko'rinardi. Hoca Molla vuduqib, tamtirab bir yashikning og'zini ochdi. Ochdi-yu, danq etib turib qoldi. Chunki yashikka qochilangani bir jinliq shish qutilar edi. Texi ikki shish sunib, ichidagi vazin to'kilib, erib ketgan edi. Bundaq ahvol har 3-4 yashikning birida yuz bergan edi. Hoca Molla nima qilarini bilmay, beshini qomonlig'icha o'ltirib qoldi. Uning xiyolidagi vazin kichik qalay qutilarga qochilangan, har qanday odam 4 tanga pul chiqarib ola oladigan, aylanish tez, bahosi arzon, apchil mol bo'lish kerak edi. Lekin hozir Hoca Mollaning oldida turgani har birisiga bir jindan vazin qochilangan, yo'g'on va churik shish qutilar edi. Buningga xaridor topmoq tez edi. Hech kim bir qitimda bir jin vazin elib kelgan. Uni parchalab setish texim mumkin emas edi. Uning ustiga yo'lda kelgicha bu shishlarning bir muncha surib, nurg'un ziyon bo'lgan edi. Endi buni kim ustiga oladi? Hoca Molla o'ylagan sari xuddi bir cho'nqir honga tushib ketayotgandek ansizlik ichida qoldi. Uning qaram yuragi ansiz so'qib ketdi. Lekin Hoca Molla yana darhol o'zini o'ngshib, savallikni boshqa tarafdan izlashga boshladi. Bundaq chaqlarda u bakni hushyor bo'lib ketadi. Xuddi tog'dan tulkidek qopqon to'zoqlardan agib o'tib ketishga usta edi. Bu cho'qim ishtolilik ahmoqlarning qilgan ishi, deb o'yladi u ishonch bilan. Ular molni xato qochilagan bo'lmasa, vazin deganni jamlab sotadigan ish nerda? Hoca Molla shu xiyol bilan Akbarga xabar berdi. Akbar shu kundala Jiddaga keldi. Molni ko'rib arvoyi ushdi. Keyin Italiya shirkatiga berib to'xtamni ko'rib edi, hamma ish ayon bo'ldi. Chatoq Hoca Mollada edi. To'xtamda cho'ng qutuluq deb yozilgan edi. Cho'ng qutuluq vazinlarning hammasi bizda bir jinliq shish qutilarga qochilinadi, deb tushundirdi Italiya shirkatining bir xodimi. Men buni nereden bilayifkam? Deb zarlashga boshladi Hoca Molla. Vazin degan cho'ng shish qutilarga qochilanganligini zodila o'ylamabdikanman. Uning ustiga bu sho'ri qo'rg'or ingliz chiqadni sen gitmabdiman. Meni qora besibdi, nas besibdi. Akbarning qattiq ochchig'i keldi. Shu yerdala Hoca Mollaga koyib satlab ketdi. Siz bizni vayron qilaydimsiz? Yurgingiz nimada qarasizdan? Bu qanday pulmi? Buningga kim javob qiladi? Men sizning azalda olguligingizni bilatdim. Lekin ko'zingizdagi yoshqa, og'zingizdagi chiroyli gap pishirib ketibdiman. Sizning niyatingiz beshamon-kan. Akbarning mana bugun umrida tunji qatam o'zidan cho'ng odamga qattiq tegishi edi. U deydiganni deb bo'lib Hoca Mollaga qaradi. Hoca Molla bir chatda beshini silib, unchib bechora qiyofatda o'ltiradi. Buni ko'rib Akbarning yana ish chog'irgandek bo'ldi va o'zining sal-pal chekidan oshirib etganligini his qildi-yu, lekin levini tishlab undamadi. Chunki hozir uningga qiyin edi. Hoca Mollaning shirkati ishlashiga Musa Danqon allaqachon norozilik bildirgan edi. Ammo o chaqda Akbar necha vaqtdan beri musofirchilikning dardini hammamiz yetkish tortdik. Hoca Molla qirg'anda kishining yurtida qarzar bo'lib yursa bizga yaxshi bo'lmaydi. G'aribning beshini g'arib silamay kim silaydi deb uni past qoyil qilgan edi. Mana endi bu ishning chiqishi bilan ularning og'zini kim to'sib qola oladi? Degandek Hoca Mollani ayiblaydigan gap so'zlar taraf-tarafdan ahvoldaqdek chiqib ketishga boshladi. U yaxshilik bilmaydigan tozim insofsiz bir nima ekan. Hey, uning asli niyati buzuq. Hamma ziyonni to'la son endi.
Nimisini töyleydi o bu but kalende? Bir neçe günden beri G'o'jumulla açık yutup, ba'ayni doğru yegan beliqdek mast ala solatda o'tdi. Oyoq ostidagi dog' yer uningga xuddi lo'mishib turgan sosliqdek bilinadi. Chunki uning beshi garangshib, putlari lakaslab qolgan edi. G'o'jumulla tunji qitim qilgan ishning bundoq falokatga yo'liqishini xohlamaydi. Qaramoqqa oddiy bir savdo bo'lgan bilan, lekin bu uning shirkatdagi o'rniga, obro'yiga va kelgusi istiqboliga munosabatli cho'ng ish edi. Shunga G'o'jumulla azoblanadi, hasrat chekadi va o'ylaydi. O'ylash uningga asta-asta aql berdi. Aql uning fikr yo'llarini echivatdi. Oxir G'o'jumulla bu qiyin o'tkaldan o'tishning abjil bir chorasini tepib chiqdi. Bu chora bo'yicha bo'lganda ziyonning o'rnini to'ldirib olg'ali, hech bo'lmaganda ketgan pulning birini undirib olg'ali bo'ladi. G'o'jumulla o'ylab topgan chorasini Akbarga tafsili tushuntirdi. Ukam, bo'lg'uloq bo'ldi, lekin qarab o'tirsak ish bitmaydi. Mening kallamga bir aql kelyapti. Biz osh shirkatga 2000 dona kichik qalay quti zakaz qilaylik. Buningga ko'p pul ketmaydi. Bu pulni mening ish haqimdan chiqaraylik. Qutilar kelgandan keyin sheyishlardagi barliq vaznni cho'ng tosh qozonga to'kib eritaylik. Ondan süzgüç bilan süzüp kichik qalay qutilarga qachilaylik. Süzüş jarayonida chiqilgan sheyishlarning uvoqlari tozlanadi. Qutiga qachilangan maymo suvgan hamon qotadi. Men hisoblab ko'rdim. Shunday qilsak ziyonni to'ldirib ola olaydi ekanmiz. Akbar uzoq o'ylab o'ltirmadi. Baya turilgan qo'shimisi, tutilgan chiroyi bir oz yumshab, echilgandek bo'ldi. Chunki bu chora uningga yoqqan edi. Shunday qilganda ziyonni to'ldirib olishning sirtida hatto oz to'la foydani olg'ili bo'ladi. U G'o'jumullaning aqliga, ditiga yana qoyil bo'ldi. Bundaq odamlarning qo'lidan foydami, ziyonmi, yaxshilikmi, yomonlikmi keladi. Bundaq odamlar yana qo'lidan ish kelmaydigan, ditsiz, hamoqat odamlarga qaraganda chandon yaxshi edi. Lekin u ko'nglidan kechgan bu xiyollarni G'o'jumullaga qilch sezdirmadi va so'g'uqqonlik bilan kesibdi mundaq dedi. Bo'ladi, siz deganda qilib boqaydi. Bu ishni yana o'zingiz ishlang. G'o'jumulla shu kunlar jiddiga keldi. Eliq shirkat bilan so'zlashib 2000 dona quruq kichik qalay quti buyurtdi. Ular qutini yo'lovchilar aeroplani bilan keltirib berishga va'da qildi. Deganda kelar haftasi nihoyat chiroyli, nafs ishlangan 2000 dona vazn qutullari G'o'jumullaning qo'liga tegdi. G'o'jumulla shu kunlar bir necha madkor yollab, portning cho'ng iskladida o'z plani bo'yicha ishga kirishib ketdi. Cho'ng tosh qozon esildi. Shishalardagi maylar qozonga to'kilib o't qalandi. May erib tingandan keyin süzgichlarda süzülüp kichik qalay qutilarga qachilandi. Bu ishlarga bar yo'qi 2 kun ketdi. G'o'jumulla juduq chiqqida qattiq ishladi. Astoydilligidan hatto bekor bo'lgan yangi vazn shishalarni Italiya shirkatiga olib, "Buni sizlar o'tkazib olinglar. Hammasi yangi, sapsaq, qayta ishlatsanglar bu deyveradi." deb o'zining bu qitimqi so'zida ko'p ziyon tortganligini, jafo chekkanligini kuyib pishib tushuntirdi. Shirkatdagilarmi ularning kichkina o'qishmaslik bilan bir muncha ziyon va avorchilikqa duch kelganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Shunga ular bilan muzokaralashib, bahoda 15% e'tibor qilishni qaror qildi. Shuning bilan boshdagi qattiq ish oxiriga kelganda tatli ishga aylandi. Kichik qutuliq vaznlar nihoyat tezla bozor topdi. G'o'jumulla o'zi topgan avorchilikni yana o'zi yengib, shirkatdagilar oldida burunqidakla yuzi ochiq bo'lib oldi. Bugun u chiroyi xushal, ruhi baland kayfiyatda Akbarning ishxonasiga kirib, "Ukam, meni endi o'tgangidek ayblab yurmaydigansan. Agar bu ishda sen degandek yomon niyatli bo'lgan bo'lsam, bag'rimda chiroq ko'ysin" deb qalbini tushuntirdi.
va Akbarning ishonchisiga erishish uchun nurg'un amr ma'ruflarni so'zladi. Akbarmo bir narsa demoqchi bo'lib, endi og'zini o'rmanlab turib edi, telefon jiranglab qoldi. O telefonni qo'liga olibla hayajondan varqirab ketdi. "O'g'il, o'g'il, mening o'g'lim bor bo'ldi." Telefon cho'ng qizi Anarguldan kelgan edi. O onasining bo'shanganligini, o'ziga bir chiroyli ufq tug'ib berganligini xabar qildi. "Aka, o'tgan kishilarga salomat," dedi Akbar xushalligidan yangi farzandini ko'rishga oldirab. "Ishlavring, men sizga ishonaman." Akbar Bulg'ari sumkasini qo'ltiqiga qistirib, xushal-xuram holda sirtqa mangdi. Xo'ja mulla uning orqasidan qarab, alam bilan o'z-o'ziga pichirladi. "Senda turmas bu davlat, menda turmas bu maynat." Akbarning bir jup qizi Anargul bilan Ishpargul chiroyli, aqlli cho'ng bo'lib atdi. Anargul 2 yilning oldida, Ishpargul bu yil maktabga kirgan edi. Ular arab bolalari bilan birga o'qiydi. Tilimi, yeziqimi arabcha chiqqan edi. Lekin Akbar ularga har kun kechda 2 soat ona til tarbiyasini beradi. Uyda hammaylanga Uyg'urchadan boshqa tilda so'zlashga ruxsat qilinmaydi. Bu uning oila nizomi edi. Odam o'z xalqining tarixini, tilini bilmasa, o'z ajdodlari haqida yozilgan tutib obidalarni o'qiy olmasa, u xuddi o'rmonliqda adashib yurgan maymunga o'xshab qolmamdi. Ana tilmo vatanga o'xshash muqaddas. Vatan tuprog'idagi har bir tutgulning, har bir maysining, har bir giyohning, har bir qurt qo'ng'izning, har bir uchar qushning, har bir tog'-bog'ning ana shu ona tilda atiladigan nomi bor edi. U narsalar faqat shu ona til bilan ulug', ona til bilan go'zal, ona til bilan yaqinlik tuyuladi. Va kishilar qalbiga avloddan avlod shu ona til bilan o'rnab qoladi. Akbarning nazarida dunyoda ona tilning o'rnini basa olmaydigan ikkinchi bir til yo'q edi. Shuni u o'z pushtidan bo'lgan bolalarning o'z ona tilini bilmasligini cho'ng gunoh deb hisoblaydi. Akbarning 2 qizi garchi kichik bo'lsa-mu, mush zamonda tug'ilib, mush zamonda o'sayotgan bo'lsa-mu, lekin dadasining ko'ngildagini tushunib, o'zlari yo'q dunyoga ko'z ochganda ona deb eg'izlangan ona tilini nihoyat mehr bilan o'rgandi. Hozir ular 2 til, 2 yeziqni tang o'rganib cho'ng bo'lib atadi. Akbar qizlaridan rozi ham xotirjam edi. Uni faqat bir o'g'il farzand ko'rish orzusi xotirjamsizlantirib yuradi. Bu uning qalbidagi eng cho'ng armoni edi. Mana bugun Akbar bu arzu armoniga yetdi. 3 kundan keyin o'g'lining ismini yuragida uzoqdan beri saqlab kelgan osh e'tiborli til bilan atab Arman deb qo'ydi va uni tunji qatam quliga elib erkalatdi. Shu chaqda Akbarning ko'z oldida ixtiyorsiz onasi keldi. O'z vaqtida onasimi uni ashundoq egiz ko'tarib erkalatgan, suygan va bag'riga bosgan bo'lg'aydi. Onasi uni bakmi yaxshi ko'radi, e'tiborlaydi, azizlaydi. Akbarmi onasini dunyodagi eng go'zal, eng mehribon, eng tatli ona deb qaraydi. Xushallik ichida onasi ko'ziga ko'rinib, hasratlik o'yga patgan Akbar qachondir bir musofir hoji aytib bergan Shayx Mo'min Shirrozi haqidagi bir rivoyatni esladi. Aytibdilarki, Ismoil Dabbos ismli bir kishi haj niyatida yo'lga chiqib Shirrozga ketdi. Bir masjidga kirsa, Shayx Mo'min Shirrozi ko'nglikini yamab o'tirganmish. Ismoil Dabbos uningga salom berib, hol ahvol so'rabdi. Shayx Mo'min Shirrozi salomni ilik elib, "Nima maqsading bor?" debdi. Ismoil Dabbos haj qilish maqsadim bor debdi. Shayx Mo'min yana so'rabdi. "Onang bormi?" "Onam bor" deb javob beribdi Ismoil Dabbos. Bu javobni anglagan Shayx Mo'min Shirrozi qo'lidagi ko'nglakni bir chetga qo'yib, "Onangning yeniga berib, shuning xizmatini qil.
Lekin bu söz İsmail Dabbasning quliqiga yoqmabdi. Buni sezgan Shayx Mo'min Shirazi yana mundaq debdi. Sözüm ditinga yoqmadimi, ey İsmail Dabbas? Anlab tur, men 50 martaba bosh oyog'im yalang. Birarmi hamrohsiz haj qildim. Mana shu hajlarimning savobini sana berdim. Sen onangning ko'ngil shodligini menga bergin. Hadisda jannat ona qadamlarining tegididir. Her kişinin anasının qadamini suyup xizmetini qilsa, shafqatining haqqini ado qilsa, o kishi jannatga yetidu deyiladi. Akbar har qitim bu rivoyatni aslasa, yuragi og'rib ketadi. Bu qitim ham shunday bo'ldi. Bechara onam. Yeningda bo'lsam, xizmetingni qilib, ko'zlarimni shod qilmamdim, deb o'yladi u. Akbarga onasining har bir harakati, ovozi, tiniqi, hatto shipirlab mangan oyoq tevishimi tunish edi. U hamisha mana shu tunish ovoz, tunish harakat va tunish tevishni anglashga odatlanib qolgan edi. Shunga bundaq judolik va bundaq oqibatning uningga bergan zarbasi, azobi al-haq ig'ir bo'lgan edi. Bundaq chaqlarda Akbar mung'labdi. Judolik dardi yuragi par-par bo'lib ketadi. Xiyol qushlari parvoz qilib, bu otash zaminning hamma yeridan, qoqas cho'llardan, u tog' bilan bu tog'ning orliqidan, hatto muqaddas Kaibadan parvona bo'lib, onasini izlaydi. Ammo topolmaydi. O'tib ketgan bolalik, o'tib ketgan baxtli kunlar hamma yerda o'zining rahimsiz aslimalarini qoldirgan edi. Uzoq so'zilgan bundaq tuyuqsiz judolik, kutilmagan ig'ir ayrilish xuddi mundak tuproqda baraq sallab o'sib-atgan ziroatdek uning muhabbatini, sevginishini hamisha kuchaytirib turadi. Bundaq chaqlarda uning munglangan, sevginish, hijron dardida hasratga to'lgan yuragidan ajoyib ta'sirli so'z nazmlari urg'ib chiqadi. O'tdi bahor chog'larim otash zaminda. Diyorimdan ayrıldım derdu alamda. G'erib musafirman motamda g'amda, sanoqsiz oq qizlar ishki chekanda. Anglavatqaninglar biri qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 11-bab. Nadisan ona makan. Atxan Misrdan to'p-to'g'ri 10 yilda qaytib keldi. Bu araliqda Akbarning bir qatim so'dishi bilan Qohiraga berib, uning bilan bir necha kun birga bo'lganini hisobga olmaganda, ota-bola ikkalan 10 yilgacha ikki qirg'oqda o'ttirini hayvatik sho'r daryo ayirib turgan ikki qit'ada yashadi. Atxan bu qatim mangulikka qaytib kelgan edi. Onun endi Qohirada tartishqidek hech narsa qolmagan edi. Qaynotasi Mustafa Suyman kasal bilan olamdan o'tdi. Atxan nima uchun qaytib kelganligini ko'chalab so'rgan ba'zi gap onalariga ana shu bir ig'iz gapni aytdi. Qaynotam vafot bo'ldi. U odam bilan obdan chiqishib qolgan edim. Qaynotamdan ayrılgandan keyin turg'um kelmadi. Bu uning og'zidagi gap edi. Yuragida bo'lsa, xuddi osti oqadigan azim daryoning tagidagi shiddatli eqindek ig'ir azoblar bor edi. Darvaqa Atxan qaynotasi Mustafa Suyman bilan obdan chiqishib qolgan edi. Mustafa Suyman uni obdan hurmatladi, e'tiborladi. Kesal bo'lib yetib qolgan vaqtida butun tijoratini uningga ishinib topshirdi. Atxanni uning ishonchini yerda qo'ymadi. Halollik, samimiylik bilan obdan ishladi. Qachonki qaynotasi o'ldi, ahvol shuningdan keyin asta-asta o'zgarishga boshladi. Bu qaynonasining cho'tusi edi. Qaynonasi ho'shyor, shaddat xotin edi. Bir kuni u qizi Suhayba bilan paranglashib o'tirib, kuyovlining ahvolini so'radi. "Bilmadim ana", dedi Suhayba bir xil ishki azob bilan. "Bu odam hozir yurtning,
Yurtdagi bola chaqasining gap so'zlarini to'liq qiladigan bo'lib qoldi. Kunduzigidek atdigandila qo'pib, yana shularni tushida ko'rganligini aytib, ko'nglimni bezor qilib etdi. Mana shu gapdan keyin qaynonamning ko'ngliga jin kirdi. U kuyovlardan gumonlanishga boshladi. Atxonning hamon bir kuni o'zlarini o'ldi qo'yib ketib qolishdan ansirab qoldi. Shundan keyin o'zining bir navri emisini magazinga akilib, Atxonni magazinning iqtisodiy huquqidan asta-asta yiroqlashtirdi. Oxir berib uni tijoratning yugur yetim ishlariga soldi. Bu ish qirg'anda Atxonga ora keldi. Uning qattiq ish pishib yurgan kunlarda yana bir ko'ngilsiz ish yuz berdi. Bir kuni kechda o'g'li Yelimsha uningdan to'satdan so'rab qoldi. "Dada, seni haqlar kelgindi deydi, bu qandoq gap?" "Seningchi qandoq gapkan?" dedi Atxon g'o'shida kelgan ochiqini besib. "Ha rost, vatansiz kelgindi deydigan," dedi Yelimsha texini echitib. "Sening rostli vataning yo'qmi?" Atxonning yuragi pichoq sanjigandek shiddatli og'rib ketdi. Bu azobli gapning o'z o'g'lining og'zidan chiqishi uning ko'nglini qattiq beorom qildi. "Sanmi shundoq?" dedi u oxir o'g'liga begiz qo'lini ko'rsatib. Lekin Yelimsha kutilmaganda mundoq dedi. "Yo'q, men undoq emas, dedi o'ktamlik bilan barqirab. "Qohira mening yurtim, mening vatanim. Men qohiralik. Og'zingni yum bachchilar." Atxon mana shu so'z bilan tang o'g'li qattiq bir qachab urdi. Yelimsha yerga yiqildi. Javg'iydan so'z qizil qon sirg'ib qoldi. Yig'i ovozini anglab uyga kirgan Suhayba yerda tepichaklab yotgan o'g'lini bag'riga besib, Atxonga tunji qatim bo'yin tog'liq bilan chekchiyib turib barqiradi. "Rahimsiz, bag'ritosh!" Atxon xotiniga qarab toza bir dikini bo'lib, yana o'zini bosdi. Chunki bu o'zining uyi emas edi. Xotinining uyida turib, xotiniga qo'l selish uning nazarida o'g'il bolachilik emas edi. Mana shu daqiqada Atxon o'zini qattiq xo'rlangan, haqoratlangan er sifatida his qilib, ichki-ichidan puchunlab ketdi. G'iriblik, musofirlik uning jon-jonidan o'tib ketdi. Buni oz degandek bir hafta o'tar-o'tmay Yelimshaning ismi qonuniy rasmiyatlar bilan Sadatga o'zgartirib etilgan edi. Qaynonasi buni tushuntirib, "Maktabdagi saboqdoshlari Yelimsha degan ismni mazlum qildi. Shunga eg'izga yo'qishli qismga o'zgartirib etdik," deb izohat berdi. Mana shuningdan keyin Atxon hammani tushundi. U endi kimdan og'rinsin, kimga sarlansin? O'z o'tkin tartirsa, dunyoning kengligidan ne foyda? Hasrat nadomat Atxonni ichidan urdi. Uni xuddi nida yegan bug'doydek ruhsiz tanga aylantirib qo'yishga tos qoldi. Bu kunlarda dunyo uning ko'z oldida qon ichadigan, gunoh qilib vahshiylar olamiga aylanib ketgan edi. Atxonning endi do'zax bilan jannatga ralishib ketgan bu qadimiy g'ovg'oliq shahar Qohirada bir kunmi turg'isi kelmadi. Atxonning hozir Makkadami turg'isi yo'q edi. Qandaqdir qudratli bir g'oyiviy kuch uni o'zining iqtidosi, tug'ilib o'sgan vatan tuprog'iga tortib ketib atadi. Atxon Makkaga kelib 3 kundan keyin Akbar uning sharafiga cho'ng ziyofat o'tkazib berdi. Atxon 10 yildan beri ko'rishmagan do'stlari, yaqinlari bilan uchrashib, do'stlik, qarindoshlik mehriga o'pdan bir qiynab oldi. U Haris bilan ko'rishganda uni bag'riga besib ko'z yosh qildi. Abu Lahabning uyim ustida bo'lolmaganligidan o'kinib, chin ko'nglidan Abu so'radi. Atsi Haris va Akbar bilan Abu Lahabning tuproq beshiga chiqib, qiyin kunlarda jonga asqatgan bu qadinas do'stining ro'yiga Qur'on o'qib duo qildi. Atxon texi G'ujmulla bilan ko'rishib mung'dashdi. G'ujmullaning ko'z yoshi ichida aytib bergan hayot sarguzashtlarini anglab, uningga ichi og'ritdi. Yistashlik qildi. Hamda oxirida
Hammamiz dard tortdik. G'erib musafir bo'ldik, Xo'jamolla. Bu Xudoning inoyati, taqdir peshonimiz. Amdi Makkaga kelib elib yaxshi qiplar. Bu yerda yurtdoshlar ko'p, qo'llariga qo'l, putlariga put bo'la oladi, deb tasalli berdi. Xo'jamollaning amdi uzun kesil ko'ngli tindi. O'zining ravon pindida qilgan maxfiy shumliqlardan ota-bola ikkisining butunlay xabarsizligini bildi. Amdi Xo'jamolla bu sirni o'zi bilan billa mangulikka u dunyoga aktalaydi. Atxon Akbarning hamrohligida bir kun Makkaning bozor ko'chalarini aylandi. Haram masjidiga berib namoz o'qidi. Uning nazarida Makka haramni kengayib, go'zallashib, xeyli ko'p o'zgargan edi. Odamlarning taq-turqidan tortib, ruhiy kayfiyatigacha, yangi silingan zamonaviy uy imoratlaridan tortib, do'kon, magazinlardagi mol tovarlargacha o'zgargan, yangilangan, ofatlashgan edi. 10 yil. Haqiqatan qisqa vaqt emas edi. Bu 10 yilda Atxonmu nima kunlarni ko'rmadi. Qayg'u hasrati, shad-xuramligidan ko'p bo'ldi. Yo'qotqani topqanidan eshib ketdi. Shunga u mushu bir necha yil ichida xuddi judunda qolgan gul giyohdek so'lishib, tiz qiyirib ketdi. Chachlari tugul, qoshlari oqarib ketdi. Xuddi uylarning tam to'g'risirini ko'mirgan siri to'rqaplagandek, yillar o'tgan siri uning yuz-ko'z, bo'yin boshlarini uzun qisqa ijir-mijir qo'riqlar qoplab ketdi. Bir chaqlarda Satarning dastisdek tik turib ma'olaydigan bejirim qaddi qomatimi hozir egilib, muhtiyib qolgan edi. Kichigidan tortib, sinishliq tamoq yeb, pokiz kiyim kiyib, yo'lning tuzida minib, kishilar bilan o'tdan chiqishib o'tib, o'zini zodila ufratmagan bag'ir yumshoq bu odam keyingi kunlarda turmushning tuyuqsiz kelgan mudhish zarbalariga bardoshlik berolmay qolgan edi. Atxon hozir burunqiday xushxo'y, so'zman emas edi. Jimg'ur, xomush ko'rinadi. Akbar dodisidagi bu o'zgarishni ko'rib, uning yuragini besib turgan og'ir bir dardning borligini his qildi. "Dada, nim bo'lding?" dedi u oxir ish-ishidan titildab. "O'zingni bek tashlab yetibsan. Sen bundaq hasrat chekib jimib ketsang, men azoblanib ketadiganman." "Ish gap yo'q, o'g'lim," dedi Atxon Akbarning ko'nglini tinchitishga urinib. "Amdi qiridiq. Bir eg'iz gap kamlik qiladi. Ikki eg'iz gap ortiq keladi. Bundaq chaqda odam put-qo'lidan madoriq ketib, qo'g'lab yetolmaydigan, qamallab tutolmaydigan bo'lib qoladi ekan. Sen ansirma. Hech gap yo'q." Lekin mush suhbatdan 3 kun keyin Atxon ko'nglidagi gapni Akbarga oxir ochib aytdi. U kichik navrasi Armonni o'ynatib o'tirib, xursingan holda mundaq dedi: "O'g'lim, o'z yerda cho'nqur yildiz tortmagan odam bu dunyoga hech qanday iz qoldirmay o'tib ketadi ekan. Mening umrim shundoq ketdi. Senmi shundoq ketyapsan. Lekin sen texi yosh. Murad maqsadingni ishga oshirishga texi o'zgursan. Men qirib qoldim. Qazo muhlati yaqin qoldi. Men oxirgi umrimni bu yerda o'tkazishni xohlamayman. Hozir onam, ocham, singlim va sen bilan men tex ko'rmagan qirindishim hamish tushimga kirib meni chaqiryotdi. Men ularni ko'rmay o'lib ketsam, ko'zim yumilmaydigan o'xshaydi. Uning ustiga qabrimning bu yerda qilib, keyingi kunlarda sening yo'lingni to'sib qo'yishdan ansirayman. Shunga men bir qarorga kelib bo'ldim, o'g'lim. Men burunroq minib turay. Sen hozir shirkat qurib, cho'ng ishlarga tutish qilibsan. Bu ishlaringni oyga chiqsin. Ang'icha yo'llarni echilib, qatnash qulaylashib qolar. Qohirada bir otchi menga Afg'oniston orqali mangadigan Badaxshon yo'li to'g'risida so'zlab berdi.
bu yurtqa berishning eng yaqin yo'li to'solg'isiz yo'l ekan. Men Misrda topgan pullarimni mush safarga otadim. Sen meni oq yo'l tilab uzitib qo'y. Hasrat nadomat bilan aytilayotgan bu so'zlarda kuchli bir ishki azobning borligi ko'rinib turardi. Akbar dadasining so'zidagi qat'iylikdan, irodadan uning bu yerdan bosh elib ketishga butun vujudi bilan tayyorlanib bo'lganligini tushundi. Dilini o'rtayotgan bu fojia amaliyotda Akbarga o'rtaq edi. Ammo u dadasi aytgandek bu kunlarda hamma narsani tashlab, dadasi bilan birga ketishga amalsiz edi. Hozir Akbarning beshida 3 farzandlik baxtli bir oila bilan nurg'un pullik cho'ng bir shirkat bor. Bu oila bilan bu shirkat Akbarning mushu zamonga tortgan hayotlik yildizi edi. Shunga bu zamonmo hozir uningga o'xshashla suyumli ham yaqinlik tuyuladi. Ana yurti uni tug'ib o'stirgan bo'lsa, bu yer uni ar qildi. Akbarning yumron qanotlari mush otash zaminda qatdi. Yillarning o'tishi bilan uning hayotlik yildizi mush tuproqqa texmi cho'nqur, texmi keng qanot yaydi. Bu yıldızlardan yani yeni notalar ösüp çıkıp Akbarning hayotini kelajak bilan bog'ladi. Şoňa Akbar özünün bu qitim dadisi bilan birga mangolmaydiganligiga tan berip, hasrat bilan levini tishladi. Ammo dadisini to'sib qolmadi. Gerçi dadisining yo'li Akbarning uzoqdan beri o'ylab yurgan yo'li bo'lsa-mu, lekin u bu yo'lda dadisidan bir necha qadam keyin mangolishi mumkin edi. Şu suhbatdan 10 kun keyin Atxon balachaqa do'st birodarlar bilan xo'shlashib Afg'onistonga qarab mangdi. Akbar uni jiddigicha uzitib boradi. Anlavatqaninglar biri qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Odam degan shundoq nima? Ba'zida toshdek bo'lib, meni bo'ron chapqinlarga pisand qilmaydi. Balki bundaq bo'ron chapqinlar ichida pishib, tavlanib, texim dardan bo'ladi. Ba'zida bo'lsa, guldek nozik bo'lib, kichikkin yomg'ir yeshillarga bardoshlik berolmaydi. Balki solishib, to'zib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Balkim bu odamning ruh va tandan iborat, bir-biriga butunlay o'xshashmaydigan ikki narsadan tashkil topganligidan bo'lsa kerak. Atxon Makkadan ayrilib 3 oy bo'lganda, ya'ni tuyuqsiz Makkada paydo bo'lib qoldi. U Afg'onistondan qaytib kelgan edi. Atxon kelibla xuddi og'ir kasalga mubtalo bo'lgan odamdek o'rin tutib yetib qoldi. Haftadan keyin uning Afg'oniston safari haqida bir hikoya paydo bo'ldi. Bu hikoya ham shaharlarning Makkada, Jiddada va Toifda pat-pat bo'lib turgan ba'zi muborakatlarda eg'izdan eg'izga aytilib yurdi. Bu hikoyani Baytimur Atxonning og'zidan anglagani bo'yicha xeli to'liq va aynan aytdi. Atxon hojim yurt va balachoq ishqini qalbiga pukib safarga otlanibdi. Atxon Afg'onistonga berib, u yerdagi Badaxshon dovondan o'zsamla vatanimizning Toshqo'rg'on yoki Qog'iliq zaminiga tushiman deb o'ylaydi ekan. Deymizmi, ajdodlarning qadimki Ipak yo'li bo'lgan Badaxshon yo'li Hindukush teg'i bilan Pamir teg'ining tutashgan yerga joylashgan tor yo'l bo'lib, u yerdan tutak elib ketmay omon-eson o'ssila Toshqo'rg'on tavasidagi Bobo ko'liga yoki Qog'iliq tavasidagi Ko'kyorga bora oladi ekan. Klassik shoirlarimizmi o'z vaqtida bu yo'lni La ilakoni Badashxon deb tasvirlab ekan. Atxon hoji mana shu yo'ldan o'tish niyati bilan Afg'onistonga beribdi va u yerdan bir kechirni setib olib, yetarlik yemak-ichmak ortib, kishilar ko'rsatib bergan nishon bo'yicha olg'a ilgarilabdi. Mengibdi. Bir kuni Rozun kentiga kelib oramabdi. U yerdagi dehqon chorvachilar o'pdan kutib olibdi. Ondan yana mengibdi. Manga langar degan yerga ketdi. U yerda tunabdi.
Özümü keçirimi bir gün ardı qapdı. Ləngerliklər onunğa yolunu texim eniq görüstüp beripdi. Ularning aytishicha oldidagi Abi Vahan daryosidan o'tib, daryoning kirish manbasini bo'ylab mangsa, Chaqmoq ko'liga keladigan. Ondan u yerdan kun chiqish tarafga qarab mangsa, Davondan Holqisa Toshqo'rg'on tavasiga o'tib kela oladigan. Otxon hojim ularning ko'rsatkini bo'yicha yo'lni davom qilibdi. G'ilan soylardan o'tibdi, qaqas cho'llarni kesibdi. Sırt ko'yibdi, shamolda qog'jirabdi. Aşındaq meni bir necha kundan keyin Abi Vahan daryosidan o'tibdi. Chaqmoq ko'liga kelibdi. U yerdan kun chiqish tarafga qarab yana mengibdi. Manga Badaxshon yo'liga yaqinlashibdi. Tog' ustidagi tor koridorni yiroqdan ko'ribdi. Yuraklari o'ynab ketibdi. Go'yo yurtning yaqinlik ovoz dimig'iga urilgandek g'arg'an jismi jonlanib, kuchga to'lib, asta davonga yomishishga boshlabdi. Shu chaqda kim bilsin, uning oldidan Afg'onistonning 2 nafar chegara qo'g'dash askar chiqib qopdi. Ular otxon hojimdan qattiq gumonlanibdi. Narsa keraklarini oqtiribdi. Uning gaplariga quloq solmay qo'liga qo'yza, putiga kishal selib, 2 kun ichida mashina bilan Kabulga elib keldi. Harbiy taraf uni biror yerning jasusi deb qattiq gumonlanibdi. Otxon hojim 10 kungacha Kabul turmusida qattiq nazorat ostida yetibdi. 10 kundan keyin so'roq qildi. Otxon hojim arabcha biladigan bir sud amaldoriga o'zining beshidan o'tgan barliq ishlarni va bu qatimki safar qilish muddosini tafsiliy so'zlab beribdi. Va oxirida yurt, vatan tuprog'iga oyoq besib o'lib ketsam roziman deb ko'z yish qildi. Sud amaldori ta'sirlanibdi. Oxir qayta tekshirish, Otxon hojimning borgan turgan yerlarini aniqlash, ko'rishgan odamlardan surishtirish orqali uningda o'zi aytgan ishdan boshqa hech qanday gumonliq taraflarning yo'qligini bilgandan keyin mundoq debdi. Siz jahonning ishlaridan bakmi xabarsiz qolsiz hojim. Badaxshon yo'li degan qachonqi yo'l? U yo'l allaqachon o'zining vazifasini ado qilib bo'lgan. Hozir u yerdan savdo karvonlarimi, yo'lovchilarni o'tmaydi. U yerda davlat chegarasi bor. Qonunsiz o'tganlar jazoga tortiladi. Sizning ko'nglingizni tushundik, ammo xiyoningiz bekni sodda ekan. Agar siz vatanimga qaytaman deydigansiz, faqat ikkili yo'l bilan qayta olasiz. Birisi paraxod bilan yoki aeroplan bilan Shanganga tushib, u yerdan Janubiy Jungo orqali yurtga berish. Yana biri Moskva orqali Ulan-Batorga berib, shu yerdan vatan zeminiga kirish. Buningga oz deganda 30 tilla pul ketadi. Bir muncha chegara rasmiyatlarini bejarsiz. Paraxod, aeroplan, mashinalarga o'tirsiz. Bu gaplarni anglab, Otxon hojimning beshidan tutun chiqib ketibdi. Yenida qolgan pul 7 tillag'im yetmaydi ekan. Pulning qori chaqliq tapqili bular. Lekin bir muncha davlatlarga kirish rasmiyatlarini bejargili bo'lamdi yo'q. Buningga hech kim bir narsa deya olmaydi ekan. Bir muncha pul xajlab, bir muncha yo'llarni besib, bir yerlarga borganda ish aplashmasa, bundoq dard alamga odam qandoq chidaydi? Otxon hojim qattiq umidsizlanibdi. Umidsizlik yuragini azoblabdi. Shundoq ulug' orzu tilaklar bilan bu yerga kelib, ming bir jafoda vatanning bu so'g'isiga kelganda, kutilmagan bir zo'rliq kuch bilan orqaga qaytirilib, kelgan yerga qaytib kelish uning bakmi ig'ir ketdi. Bu ish Otxonning o'pkisini ichidan qoqqandek, ochiq dard alamga mubtalo qildi. Shunga u Makkaga qaytib kelibla o'rin tutib yetib qoldi. Mana bu Otxonning bu qitimqi Afg'oniston safarida beshdan o'tgan haqiqiy kashmishlari edi. Uning yurt ishqi, oila muhabbatida bosgan qutlug' qadami ana shundoq hasrat nadomat bilan oxirlashdi. Bu Otxonga ko'tirib qo'pqisiz azob va soqaymas yurak og'riqi keldi. U yotqancha yemi yer tortib ketayotgandek, ruhiy va jismoniy jihatdan tangli ojizlashib ketdi.
Akbar dadısından ensirab, künde neçə qitim beşide pervanı bulup körügelaydi. Oğlunun ciddilişip ketivatqanlıqını körgen ata pervasızlık bilen: "Oğlum, menden ensirab ketme," deydi onunla təsəlli berip. "Hayırlıqmı Xudanın inayet iken, soňaklarim çürük, gözlerim nursuz bolup kaldı. Amma könglim hemiş paragat tileydi." O barğan sıra yüdep, şüklep, yıldızı tığlaygen Leyli Qazaqdek nazıqlaşıp ketivatatdi. Beliqut şirketide avazga elinip, Beliqut to'g'rida anlatılavatgan Uyg'ur yazg'uvchisi Ahad Turdining Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjandagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.